Hammaga assalomu alaykum. Videoni obloshkasidan ko'rib turganidek, bugungi videomiz professor haqida bo'ladi. Ya'ni Garenani portlatib, almazlarni web qilib, hammasini qiramiz-da. Okey? Давайте bo'lmasam boshlaymiz-da. Tak, oldin nimadan boshlaymiz? Давайте o'ylaymiz tak. Ha, topdim, bo'ldi. Sekingina obzor qilamiz kiyimlardan, emotsiyalardan. Давайте bo'lmasam, do'stlar, sizlar kuzatishda davom etinglar. Albatta videoga like bosib, kommentariyalarni portlatib tashlaymiz va obuna bo'lib qo'yamiz. Давайте like. Bla, zo'r charga mana bunga like bosamiz, like. Okey, like. Xullas do'stlar, like bosib turishda davom etinglar, 0 dan o'rgatamiz. Do'stlar, mana bu APK bugun o'rnatamiz, ya'ni profi server. Hozir menda bu APK o'rnatilgan va o'yin ichiga kiramiz. Promoy. Men sizlarga hozir buni to'liq aktivlashtirib, qanday holatga kirishligini 0 dan o'rgatyapman. Videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rsanglar, tushunib olasizlar va to'liq o'rganib, mazza qilib ishlatasizlar buni. Hop, 13 megabayt kirishimizga ovozini past qo'ysam, videoni mana ovozim yashirib boradi o'yin ovoziga ko'ra. Давайте bo'lmasam kirib olamiz. G'oz tushib bosamiz. Bevetni. Bevetni fayl olamiz, o'sha yerga joylayveramiz. Jilt yaratib olamiz-da, o'shanchaga joylab qo'yamiz. Tamom, kirib ketamiz keyin. Hop. Mana bu yerdan nickname tanlaymiz. Nickname bu hozirga moslab qo'yasizlar. Proxy service nomladim. Uploadni, startni, najminiti, ya'ni boshlash. Qaranglar, mana shu yozuv chiqdi. Mana bu yerda обещка подтверждения server 500 byte deyapti. Shuni bosamiz, yana mana bu yerda ID raqam beryapti. O'sha raqamni nusxa olishimiz kerak. Xo'p. To'xtanglar, yozaylik o'sha ID raqamni. Tak, screenshot olindimi-da? Qaranglar, men ID raqamni solib oldim. Endi Chrome kiramizda. Chrome'da Unqlishnik betani topamiz. Mana bunaqa so'z. Bu yerda albatta biz desktop versiyaga o'tkazib olishimiz shart, chunki reklama chiqib siz telefoningizni qotirib qo'yadi. Albatta kirish bilan desktopga, keyin mana bu yerdagi tugmani bosamiz. Mana bu yerda esa ID raqam yozamiz. Bu boshqa ID raqam. Bizga kerakli ID raqam mana bu yoqda nusxalangan. Kiritamiz. Webfree Discord bosamiz. Sekund sanayapti. Mana bu yerda g'alati narsa reklama chiqaveradi. Next bosamiz. Next bosganimizdan so'ng yana next bosamiz. Keyin yana next bosamiz. Keyin yana bitta next bosamiz. Mana sizni ID raqamingiz faollashdi. Mana shuncha vaqtga aktiv deyapti. Ekranimizda OK bosib, nijetni kiramiz. Akkauntimiz aktivlashdi va ichiga kirdik. Siz level 8 ko'rib ko'rindek kirib oldik akkauntga. Xo'p. 2026-yilda narsasini chiqazib beryapti. Ovozini sal ko'tarib olaman. Telefon ovozini ko'tarishim kerak. Mana buni pasaytiramiz. Mana ko'rsatib akkauntga kirdik. Уже 8 level bo'lib ketdi akkauntimiz. Bizga Amazon berilyapti. Teginga уже mana akkaunt ko'rib turibsizlar, уже 8 level, bayoq pastda ochilgan 5 level. Shuncha narsa загрузка qo'lga kerak bo'lsa.
Botlarını aylantirib ko'ramiz. Evet, şunu aylantiramiz. Hop düştü. Altın çıkmıştı. Kopamı. おはよう。領域領域展開領域展開領域展開領域展開領域展開無料領域展開おはよ Ben bu yoldan aylantaş VIP mazlak sile bu arada şu.